Ha, men qiz bo'laman, lekin qiz bo'lasan, pastroq qul odob bormi o'zi senda deysiz. Ha, men qiz bo'laman, o'zim uchun bo'yanishim mumkin, lekin faqatgina kimgadir yoqish uchun emas. Men ham qiz bo'laman, men ham odamman, meni ham ona tuqqan, men ham o'zim istagandek yashashim va nafas olishim mumkin-ku axir. Nega qizlar faqat kelajakda yaxshi kelin bo'lish uchun tarbiya qilinadi? Sen yaxshi o'qishing kerak emas, kelajakda yaxshi kelin bo'lishing kerak. Kalta kiyma, ko'chadagi erkaklarni hirsini uyg'otasan. Ko'p kitob o'qima, aqlli bo'lib ketasan, keyin aql o'rgatishni boshlaysan. Qiz bolani o'qishi shart emas, kelajakda baribir boshqa uyga ketadi. Baribir eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi. Nega shunchaki bizga imkon bermaysiz? Nega seni qo'lingdan keladi demaysiz? Nega imkon berib ko'rmaysiz? Ha, men qiz bo'laman, lekin qiz bo'lasan, pastroq qul odob bormi o'zi senda deysiz. Ha, men qiz bo'laman, o'zim uchun bo'yanishim mumkin, lekin faqatgina kimgadir yoqish uchun emas. Men ham qiz bo'laman, men ham odamman, meni ham ona tuqqan, men ham o'zim istagandek yashashim va nafas olishim mumkin-ku axir. Nega qizlar faqat kelajakda yaxshi kelin bo'lish uchun tarbiya qilinadi? Sen yaxshi o'qishing kerak emas, kelajakda yaxshi kelin bo'lishing kerak. Kalta kiyma, ko'chadagi erkaklarni hirsini uyg'otasan. Ko'p kitob o'qima, aqlli bo'lib ketasan, keyin aql o'rgatishni boshlaysan. Qiz bolani o'qishi shart emas, kelajakda baribir boshqa uyga ketadi. Baribir eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi. Nega shunchaki bizga imkon bermaysiz?